To'yimda men bu ko'ylagingiz unda chiqibdi, men bunisi bunda chiqibdi deb mashtimga keluvdinglar. Keyin Xorazmda nega to'y qilmadingiz deb mamitimga keldinglar. Shu qilganinglarga 15-yanvar to'yimizni 3 oylik munosabati bilan bir Xorazmda kankilatib to'y qilsak ekan deb turibmiz. Lekin bu gal nikoh oqshomiga aniq Magical Volidaxondan oq ko'ylakni kiygan bo'lardim. Chunki nafaqat butun respublika, balki butun SNGga optim tarqatadigan, eng ko'p assortimentga ega bo'lgan, eng asal ko'ylaklarni chiqaradigan Magical Volidaxon do'koniga hozirgina keldim va sizlarga obzor qilib beraman. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deganlaridek, men bunaqa zo'r vibr borligini qattan bilaman. Hozir kelib ko'rib, agar vaqtliroq bilganimda to'yimda 3 ta emas, 10 ta kelin ko'ylak kiygan bo'lardim deb o'tiribman. Shunaqa asal ko'ylaklar bor qizlar. Kelsanglar bo'tan chiqolmay qolasizlar. Agar sizlar hali erga tegmagan bo'lsanglar yoki ko'ylak biznesi bilan shug'ullansanglar, bu storiesimni oxirigacha ko'ringlar. Men hozir sizlarga bittalab obzor qilib beraman. Eslatib o'taman qizlarjonlar, bu optim do'kon, shu sababli qaranglar shunaqa необычный ko'ylaklarni optim narxlarda olishinglar mumkin. Demak, obzorni boshladik. Wow, mana buni etiklarini qaranglar, fasonini qaranglar, toshlarini qaranglar, qanaqa yonyapti. Mana bu shunaqa yoqdi, asalligini qaranglar buni. Endi buni qaranglar, qanaqa необычный. Xullas, toshli variantlarni shunaqa asallari bor. Kelsanglar, bu do'kondan chiqolmay qolasizlar. Shunaqa необычный fasonlar, hammasi o'zgacha, hali hech qayerda ko'rmagansizlar. Sizlarda novinka bo'ladi. Jemchukli, bisirli variantdagi mana bunaqa nежный ko'ylaklarni qaranglar. Mana bu menga yoqadigan variantdan ekan. Qaranglar, qizlar yenglarini shunaqa yaxshi ko'raman. Shunaqa fasonlarni, gulli variantlar ham rosa moda bo'ldi. Buni qaranglar, qanaqa необычный. Paranji variantmi? Вообще asal ekan, qarang. Voy, mana buni qanaqa pistonli variantlarni qaranglar, qanaqa asallari bor ekan. Magical Volidamga har kuni 50 dan oshiq fasondagi ko'ylaklar keladi va butun respublika hamda SNGga optimga tarqatishadi. Shu sababli tez tugab ketadi. Shu uchun hoziroq podpiska bosib, har kuni kuzatib turinglar. Novinkalarni ko'rasizlar, o'zingizlarga keraklisini zakaz qilasizlar. Hali sizga hech kim bera olmagan bitta taklifni aytaman. Ya'ni Magical Volidamga o'zingizga yoqqan fasonni shunday tashlasangiz, 6 soatda ko'ylagingizni tayyor qilib berishar ekan va bemalol bu ko'ylaklarni zakaz qilib o'zingizni saloningizga qo'yasiz yoki bo'lmasam nikoh oqshomingizda bitta bo'lib kiyasiz. Hozirgina do'konga mana shunaqa novinka ko'ylaklar keldi, ya'ni so'z isbot bilan degandek, har kuni yangi fasonlar keladi va bularni har kuni dastavkaga chiroyli ixcham holatda chiqarishadi. Demak, adresni so'raydiganlar uchun Ipodrom, Qo'qon bozor A30-magazin. Yanada adresni to'liq bilmoqchi bo'lsanglar, ushbu raqamga telefon qilib bemalol topib kelsanglar bo'ladi.